Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana alhamdulillah bugun Angliyaga atrofga qilayotgan mijozlarimizdan yana bitta opamiz, inshaalloh Gafar opamiz xudo xolasa bugun London Heathrowga uchib ketishyapti. Vizalarni olishdi, xudo xolasa. Gafar opa, qalbingiz mazza qilyaptimi? Charchamayapsizmi? Zo'r, a'lo darajada tavsiya qilaman. Jalon akamga uchiringlar, men taniydiganlar, kelinglar, harakat qilinglar. Sababini qilib berishyapman, o'zlaringlar hamma narsa. Bunga yetishni o'zi bo'lmadi, avvalambor. Ham sababini qilish kerak. Oson bo'lmadi. Oson bo'lmadi. Sababini qildik, Alloh taolo siyladi. Mana Xudo qazoy qadaringiz o'sha rizqi yozilgan ekan. Angliya tomonlardan inshaalloh mana bugun uchib ketyapsizlar. Sizlardan keyingi opa-singillarimiz, sizlardan keyingi aka-ukalarimizga ham sizlar qatori inshaalloh vizalarni olishlarida biz sabab chiqib qo'ysin. Xudo xolasa biz insonlarga foydamiz tegishi uchun harakat qilyapmiz. Xudo xolasa vaqt turasizlar, Angliyadan chiroyli videolar jo'natib turasizlar. Inshaalloh fursat bo'lsa, xudo xolasa ishlarimiz ham yengillab qolsa, o'zim Londonga borib uchaman. Xudo xolasa ko'rgani har bitta nimaga borib, har bitta mijozlarimni o'zim ko'rgani boraman inshaalloh. Xudo xolasa qanaqangi ichingizdan nimalar o'tayotgan bo'lsa, mana bemalol aytishingiz mumkin. Qanaqangi taassurotlaringiz bo'lsa, Taassurotlarim katta. Birinchi sababi bugun meni tug'ilgan kunim. Mashalloh. Shu sababli tug'ilgan kunim men Angliyaga uchib ketyapman. Sizga katta rahmat Jalon aka. Bundan keyingi ishlaringizga omad. Mijozlaringiz bizdan ham ko'p bo'lsin. Faqat harakat qilish kerak, xolos. Uchiringlar, ishoninglar. Bu yolg'on bas. Bor narsa. Tavsiya qilaman. Jalon akamga uchiringlar, обязательно. Xudo xolasa kimga Angliya vizalari kerak bo'lsa, bemalol qilib qo'yasizlar. Inshaalloh foydamiz tegsa xursandmiz. Easy Visa, best of the best. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Hammaga nasib qilsin. Oq yo'l yaxshi etib olinglar. Mashalloh, Alloh xayrli qilsin. Xudo xolasa mana inshaalloh Angliyaga viza chiqqan mijozlarimiz bitta partiyasi mana registratsiyadan chiqish. Xudo xolasa duty free ichkariga kirib ketishyapti. Inshaalloh tushadi hozir. Qolgan mijozlarimiz mana registratsiyadan o'tishyapti. Inshaalloh yangi vizalar kerak bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar. Easy Visa, best of the best. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rud aka, bye bye. See you again inshaalloh. Kurmanji hara gule hara dile minna wara ba'man gule azbeta tunama Kurmanji hara gule hara dile minna wara ba'man gule azbeta tunama Kurmanji hara gule hara dile minna wara ba'man gule azbeta tunama Kurmanji hara gule hara dile minna wara ba'man gule